O'zbekistonda tomga nihoyatda katta yangilik do'stlar. Betonni qurasiz, g'isht turasiz, siz cho'rni, ya'ni cho'rnireka kimdir cho'rni vassa deydi. Xuddi shunaqangi holatda topshirasiz va akalarimiz hozir suv oqib turgan narsani o'zlari qilib berishar ekan. Bu yangilik bo'ladi do'stlar. Nimasi yangilik desalar, loy lombozdan 10 baravargacha yengil. Yaxshi tomoni do'stlar, konditsioner yoki pechka qurish shart emas uyga. Nimaga unaqa deyapman? Agar mobodo qursangiz ham, hozir to'k, ya'ni O'zbekistonda eng katta muammo, ya'ni to'kda narxi bo'lyapti. To'kda narxini 70% gacha, ya'ni rasxodingizni kamaytirib beradi. Yoz issig'idan, qish sovug'idan saqlaydigan narsa bo'ladi. Aytganimizda to'k rasxodingizni kamaytirib beradi. Endi to'liq ma'lumotni Ulug'bek ustakamizdan olamiz. Ulug'bek yaxshimisiz? Charchamang. Va alaykum assalom. Ulug'bek mana yangilik dedi bu narsamizni. Hozir mana qilayotganlaringiz bu birinchi qilinish jarayoni. Nimani hisobiga suv oqyapti? Endi suv oqmasa qurish qiyin bo'ladi aka. Suv oqish kerak bizdan. Birinchi bo'lib suv oqish kerak. Necha kunda quriydi bu narsamiz qilib bo'lsa? 2-3 kunda yuradigan bo'lyapti. 2-3 kunda yuradigan bo'ladi. 15 kunda tagigacha qatiydi. Tagigacha qatiydi. Qalinligi qancha bo'ladi? Qalinligi 7+ bo'ladi. 7+. Undan ham qalinroq qilib beriladi? Kelishilgan holda qilinadi. Xo'p, mana do'stlar, men sizlarga oddiy qilib tushuntirib beraman. Qalinligi 7+, lekin mana bunaqa loy lombozda 30 sm-ni o'rnini bemalol bosadi. O'rnini bosaveradi. 7 sm-ligimiz bosadi. 7 sm-lik bemalol 30 sm-ning o'rnini egadi. Yaxshi tomoni do'stlar, loy lombozdan 10 baravargacha yengil. 10 baravar yengil. 10 baravargacha yengil. Xudo xolasa xijolat qilmaydi. Yo'q, xijolat qilmaydi. O'zbekiston bo'ylab bu xizmatlar qilyapsiz. O'zbekiston bo'ylab. Necha yillik faoliyatga egasizlar Ulug'bek? 2-3 yil bo'ldi. 2-3 yil bo'lib qoldi, xudo xolasa. Ulug'bekda asosan dadalar qiladi, lekin akamiz yosh kattaroq ekanlar, ya'ni videoga chiqqani birozgina xijolat bo'ldi. O'shuning uchun o'g'illar bilan olyapti. Ya'ni ota akasi. To'g'ri. Siz ham qilasiz chetda. To'g'ri. Xudo xolasa, zo'rga. Bu uyimiz necha kvadrat? Bu uyimiz 150 kvadrat. 150 kvadrat. Xo'p, misol uchun eng ko'pi bir kunda necha kvadrat qilib berasizlar? 200-250 qilaveramiz. Xo'p, tomni holatini sizga qanaqa qilib topshirishimiz kerak? Vassa qoqilishi kerak, yaxshilab. Zardor urilgan bo'lishi kerak, bo'ldi. Bo'ldi, shu bilan. Tagida ahamiyat bersam, material turibdi. Bu materiallarimiz nimaga? Endi nimada bu? Materiallar nima vazifani bajarib beradi? Ya'ni o'sha suv puvni o'tkazib beradimi? Suv puvni o'tkazadi. To'sin chiritmaydi. To'sin chiritmaydi. To'sin chiritmaydi. Yayiladi. Bu maxsus material. Ha, maxsus. Nimadir izaspanmi shunaqa? Izaspan. Izaspan materiali, xudo xolasa chiroyli qilib. Bir kunda 200 kvadrat metrgacha qo'yib beraverasizlar. Bemalol. Xo'p, do'stlar, bu nima deganlarga endi tomga chiqsa to'liq ma'lum tomda beramiz. O'zi bu nima deganlarga do'stlar, ya'ni tomga pena beton xizmat bo'ladi, Ulug'bek. Ushbu xonadonimiz 150 kvadrat metr. 150 kvadrat. 150 kvadrat metr. 7+ qilib beryapsizlar. 7+. Eng kichigi o'zi. Eng past joyi. Xudo xolasa. Do'stlar, qaranglar, ko'pchilik hali yolg'on bo'lib qolmasa, qaysidir joyi 5 sm, qaysidir joyi 10+ ham bo'lib ketadi. O'sha hisoblaganda 7+ bo'ladi. Endi Ulug'bek, mana ko'pchilik tomda so'sini chiritadi deyshadi. Qanchalik bu gap rost? Yo'q, aka, u yolg'on narsa bu. Yolg'on narsa, xudo xolasa. 100% yolg'on narsa. Yolg'on narsa. Ular o'zi chiqarayotgan gap bu. Xo'p. Endi buni mahsulotda nima qo'shiladi, Ulug'bek? Sement qo'shiladi, qum qo'shiladi. Fibra, pena qo'shiladi. Ya'ni fibralarimiz, ya'ni orasini ishirib, o'sha issiq sovuqda ushlab tura oladi. Ya'ni bu uyda egasi internetdan ko'rganmisizlar? Ha, internetdan ko'rib, ya'ni ishonib qoldiryapti. Mana, do'stlar, ko'ryapsizlar, cho'rnireka holatda topshirishgan. Akalarimiz tevaga izaspan materialni qo'yib, xuddi shunaqangi holatda bo'ladi. Adashmasam, yarim soatda chetga kelishdi. Ha, yarim soat. 2 soatda tugaydi bak. 2 soatda tugaydi. 2 soatda tugatib bo'lasizlar. Aytganimizdek mana, zardevorni qilib berasizlar, bo'ldi. Qilib berasiz. Xolos, xo'p, narxlariga keladigan bo'lsak, Ulug'bek. Vodiy bo'ylab 45 ni ega Toshkent mahallaga kelishilgan. Kelishilgan holatda. Batimiz do'stlar birozgina adashib qoldik. 130 kvadrat metrda jami summasi 5.850 ming so'mga qilib berishyapti. Ha, shu. Hamma yo'q o'zlaydi. Hamma yo'q. Uyda egasi to'k bilan suv bersa bo'ldi. Suv, to'k, abed qilib bersa bo'ldi. Vodiy bo'ylab shuna. Vodiydan tashqari kelishilgan holda. Kelishilgan holatda qo'shilib qoladi yo'lkiraga xolos. Xudo xolasa. Garantiya aytganimizda butun umrga garantiya beramiz. Uy buzganda buzaveradi. Xudo xolasa. Gap yo'q. Do'stlar, kimgadir qizig'i bo'lsa, ustakalarimiz nomerlarini pastda qoldirdik. Bemalol aloqaga chiqib, albatta foydasiz olinsa, chegirmalari bor. Beramiz aka. Qancha hamma yo'lda aytdi. Xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.